mana ishlayapti. Cheklangan tezlik, to'g'rimi? 30 to'g'ri, o'lchashini ko'rasiz. Nari bitta o'lchamayapti. O'lchaydi. Bordor bo'ldi. Ha, nomerini ko'ra olmayapti-da yo'qni. Mana oldini o'lchyapti. Bu farqi yo'q, hammasini ovurar ekanda, mana bu mashinani. Mana 62 bo'lsa ham ko'rsatyapti. Shtrafga bo'lsa, shtraf deb aytadi, to'g'rimi? Boya lekin yomon o'tib ketdi 4-5tasi. Surat qilyaptimi? Mana hozir qarab. Qarang, nomeri bir-bir ilyapti, ayog'nikini ham. Ko'ringanroq bo'lsa. Bordor bor, o'sha oradan bir qilardi ko'rinyapti. O'rtaga qo'yaman, ikki tomoni ham qasara o'raveradi. O'rtaga qo'yib Spark'ga balonroq ekanda nomeri. Damas'ga baland, nimaga baland? Captiva'niki baland. Ha, o'shaning uchun tushganda Damas. Ha, men sal pastroq tushirsam olmadimi? Mana do'stlar, uch oyoq Buxorodagi o'sha shov-shuv bo'lgan uch oyoq, xullas. Kanaldan uzoqlashmang. Biz bilan qoling va bizning kanalda qiziq mana shunaqa videolar bo'ladi. Xo'p. Mana avtokonimiz juda chiroyli turibdi, ha.